Burunning burnusida bir sirliq afsunba bo'lib, uni faqat o'ylab o'qisanizda bu sirliq hayotlik koridori ochiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar bolalar cho'chak dunyosiga kiradi ekan. U yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olaylik. U bo'lsa-mu, yig'irim bolalar cho'chigi. Mami. Ben şu. Tayarlığınla bitti mi? Biz çöçek alımı varımız. Yolgu çıkaydık. Bu kadar astırakçı mı? Ameliyatda bundak olsa hemen feyzi boladı. Bundak bolganda biz yuyunu alalayız. Sen özünü təsəlli verişini bildik etsene. Nemiş hareket azap uçurayımız deyine. İşkanlar cins hayatı mı ya ki küçük alvaslı mı? Bu yerden nemiş görüyorsunuz? Efendim, benim ismim Yo-Yo. Dünyadaki en uluq tevekkülçü. Köpçülükten hemmesi meni kul doktor deyişidi. Ben bir ahlim, felsefe-şünas, hem sanatlı qadrligichi. Yani ben... Hepsi. Sana hiç çıkmağandı? Hiç yok. Onda siz... Silay çokum soğuk deyip kaptı. Kiymandan kurtup andın sözlü şeyli. Aslında siz kelgisi ayağınız barış aldığı durgan qaladiki melekini görürken sizde. Şundak mı? Şundak. Gerçi ben bu melekini körüp bakmagan bolsam mı? Lekin biz nahayt burunlar toy qilishib kutishib etken. Onda siz çokum ahsınay. Siz girak mı? Ameliyatda ben bir şahzade. Bizning mamlakatimizga bu yerdan taxminan 4 kun mağımız. Melekinin qalasi kelsak, rastında islam menmi uning nerdigini bilmayman. Agar sizlar menga yordam qilsanglar, bek yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Biz sizga yordam qilib izlashib beraylik. Yaxshi kun yo'rg'ani deyishayli. Men hozir bek yerib ketdim. Sizlar uxlaveringlar. Men berib etim qarab baqay. Doktor! Yaxshiroq aram ele vaqin. Sen meni elib Malika bilan ko'rishga olib borsan, mening ayolimning yeniga. Kechirim, daxl qildim. Herkes korkma. Hey, kaçma. Herkes korkma. Kaçma. Hey, to'xtab tur. Siz qayerda? Hey! Tez chiqing. Men faqat siz bilan bir necha qiz so'zlashmoqchi. Sizga yetishmagan bu. Men Hilala bu dunyodagi eng go'zal sahib jamolni ko'rdim. Tush ko'rayotmaydigan siz? Bu hargizmi tushum emas. Men u qudungning yanida uning gap qilishim qila. U qechib ketdi. Balkim u qo'rqib ketgandir. Yana u intayin qayg'urib o'tadi.
Belki biz kun yurgandan keyin uni topa olishimiz mumkin. Shundoq bo'lsin ilohim. Tez turunglar, vaqt qolmadi. Tez. Ne bo'ldi? Quyosh yelini ko'tarildi-ku. To'g'ri, shuni biz uni tezroq izlab topishimiz kerak. Buning azraqma suzgichlik yo'q-ku. Uning oyoq izini tepib olsamlar, uni tepishning amali bo'ladi. Shahzoda, siz bir narsa tepib oldingizmi? Qaranglar birodarlar, bu uning ko'z yoshi. Bilaman, men hargiz tush ko'rmadim. Shundaqmi? Agar men xatolashmagan bo'lsam, u bir marvoyatku deyman. To'g'ri, tunugun oqshom uning ko'zidan oqqan yosh bir marvoyatga o'zgaribdi. Men uni cho'qim topaman. Undaqda biz qayerdan boshlab izlaymiz? Hey, biz berib u ayoldan so'rab boqaylik. Bu ayoldanmi? Yuringlar, biz so'rab boqaylik. Siz akşam quduqning yendi ko'ygan heyli qizni izlayapsizsiz. Shunda uni tunimsiz. Agar siz uni yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, cho'qim 3 xil go'zal axloqni hozirlab o'zingizga isbot qilasiz. Qanday axloq? Tezman aytib bering. Sadoqatlik, oq ko'ngil, kamtarlik. Faqat siz bu 3 xil axloqni hozirlab o'zingizga guvoh qila olsangiz, uni ko'ra olasiz. Tushundingizmi? Sadoqatlik, oq ko'ngil, yana kamtar. To'xtab turing. Hey, to'xtab turing. Yana aniqroq gapiralamsiz. Men nimaga buni isbot qilishim kerak? Qanday isbot qilaman? Kechiring, bu yo'lni mengishda o'zingizga tayining. Siz tabiiyla tushunib qolasiz. Qaysi yo'l? Siz bizga qal'aga boraman degan edingiz-ku. Qal'a? Nima qal'a u? To'ylashgan qizingiz sizni u yerda saqlab o'tadi-ku. To'ylashgan qizim? Men butunlay unutib ketibman. Doktor, shahzoda azraq asosini yo'qotib qo'yganda qiladi. Biz unga yordam qilaylik, yo'q. Men tushunmadim. Kim o shahzodani sinamoqchi bo'lgandi? Sodiqlik, ahko'nglik. Men yana tushunamadim. Kamtarlikni sinash nima degan g'alati? Sen albatta g'alati his qilasan, chunki sen azraqmi kamtar emasda. Hay, menimcha botirlik, chidamlik yoki mahoratni sinasa, texmi yaxshi bo'lmamdi. Bo'ldi. Biz yetib keldik. Mana buni haqiqiy qal'a deymiz. Kirgandan keyin malika bilan ko'rishishni umid qilaman. Balkim sizning o to'ylashgan qizingiz quduq taraf ko'rgan edi, qizdimi chiroyliqdi. Balkim o malika hiliq o'dak boqquchi ayolda ko'rimsizdi. Anlab turinglar. Ishkinglarning to'y ishi qadrlik erimning vasiyati edi. Shunga men qizim Elinnani sizga berishga qo'shildim. Siz men bilan qal'ani ekskursiya qilishni xohlamsiz? Siz o'zingizning yaxshi ko'rgan narsangizni elib oling. Bo'ladi, men xohlayman. Yaxshi ko'rgan narsa, u bizga da'vatamda nima? Men degan bir tavakkilchi, unda umaq asan yoki kuchuk emas-chimi? Azraqmi umaq emas. Siz ko'rgan barliq narsalarning hammasi mening. Albatta ham sizning. Bu yana manzilsiz chiroyli ekan. Bizning mamlakatimiz intayin chiroyli, havosini intayin saf, tog'larining hammasi oltin kan. Oltin beliq. Oltin beliq emas, oltin kan. Siz balki mening gapimni anglamagandek qilasiz. Ko'nglingizda o'ylayotganingiz boshqa qiz bo'lmasligini umid qilaman. Yo'q. Mening qalbimda faqat bir sizli bor, qadrlik. Elinma. Elinma.
Gapga bek ustikansiz. Mangayli, men sizga yana boshqa yaranim ko'stay. Voy be xatarlik ahvol oldi. Ashkarlab qo'ygan tasli qoldi. Biz uni qarab turaylik. Men sizlarning to'y marosiminglarni o'tkazib, obdanroq qutlaqlay. Bizni aytib tezda to'y qilamiz. Rostini esa qancha uzun? Albatta, oy to'lishning oldida. Bu bizning an'anamiz. Undaqda bir atil qapti-da. Shundaq nimishqa bunda qoldiraydigandi. Siz bizda ketgan to'y kunimizga qo'shiladigansiz. Xonim, men xonish olilari, meningcha xo'jayinning demoqchi bo'lgani, bizning mamlakatimizda to'y murosimiga munosabatli yana boshqa alayda an'analarimiz bor. Shundaqmi, bosh vazir? To'g'ri dedimmi? Mutlaq to'g'ri dedi. An'ana, naydimi ching, naydimi kona. Masalan, aytsak, dushanba kuni kabobni yemaydi. Yana cho'ngdiki shaklinidir. Seriq ranglikni chiqarib aytganda. To'g'ri. Yana bir an'ana intayin moda bo'lyapti. U bo'lsa-mu, agar bir erkak uylanmoqchi bo'lsa, u o'z yolg'iz cho'qim o'rmonliqqa berib kelish kerak. U yerga berib chunqur tafakkur qilishi, tafakkur qilish kerak. Odatda eng oz deganda yetabdi. Ilgari hech kim menga bu gapni deb baxmagan. Bo'ldi, bir hafta bo'lsin. Yana munozirlashishga vaqtim yo'q. Men azaldan to'y munosabati bunday qoldirgan hollikni ko'rib baxmagan. Tazima bir, meningcha biroz maslahat qiladi yo'q. Bizning faqat tayyorlik qilishga bir hafta vaqtimiz bor. Jiddiylashma doktor. Otaroq huzurni ol. Sen azaldan bunda qashabatli turmushdan huzur deb baxmagan-ku deyman. Men sizlarga yana nimish qilib bera olayman, daglarim. Rahmat, hojat yo'q. Hozirma pek yaxshi bo'ldi. To'xtab turing. Yana bir masala bor. Malikaning dadasi vafot bo'lganiga qancha uzun bo'ldi, siz haqiqiy malikaning shoh otsini demoqchimi? Ajiba ishki malika bormidi? Agar rasul ishki malika bor bo'lsa, undaqda bir cho'qim yolg'on bo'ladi. Shundaqmi? Kutubxona, siz kutubxonaga berib, yaxshiroq qarab beqing. Siz u yerdan cho'qim javob topa olasiz. Kutubxona? Shundoq kutubxona. Vah, kelar qatim mushani sayohat qilaylik. Bu kutubxona rasulda qalaymigan bo'lib ketibdi. Buning qara, taom dasturlari, falsafa kitoblarining yanida she'r bilan xarid to'plamlari birlashib ketibdi. Kechirgin yo'q, sen bir ish bo'lmagan. Hech yo'q. Qarab baqaylik. Bu kitobda rasm bor ekan. Adu Podsha Beolov, ulug' ishki. Bu bir xalq jamiyatining to'plami ekan. Nasabnam ekan. Bu ism nimadir to'nish? Elina Malika. Biroq xonish bilan Elina Malika bugun bizning ko'rganimizga faqat o'xshamaydi. Balkim podshohning ikki xonishi bordir. Undaqda Malikaning suratini nima deb tushundirsan? Men qanday qilishim kerak? Ajiba an'anaviy gap bo'yicha men so'ymaydigan odamlar to'y qilishim kerakmi? Hey shahzodam, bu yoqqa keling. Kelib bu kitobga qarab beqing. Shukan, dal shukan. Quduq beshida ko'rgan qiz, dal shukan. Bu rasmi? Bu haqiqiy malika, u podshohning qizi hamda mening kelgusi rafiqam. Men degan-ku buningda masala bor deb. Biz bu yerdan tezroq ketib uni tepishimiz kerak. Hozirla. Tanrım sizni o'z panoyingiz saqlasin efendim.
Men qayerdan o'dak boquvchi ayol topa olayman? Oh, kechirib. O'dak boqquchi ayol. Ha, to'g'ri. O tog'dagi bir kichik yog'och uyda turadi. O yog'och uy bir qeri mo'mayning u yak bu yerdan yerim kun manganda ondan yetib og'li bo'ladi. Siz u yerga faqat piyodli yetib bora olasiz. Kechirsiz. Yaqinda bu yerga kekirib ketib boraman. Acaba berib ketdim. Hele qerim olmay shahzodaga yordam qilgandayman. To'g'ri, shahzoda hali haqiqiy malika bilan to'y qilsa, beh yaxshi bo'ladi. Biz shuni umid qilamiz. Ozroq xayrat qilaylik. Bak herib ketdim, herib bo'lamay qoldim. Menmi shu? Menmi? Hey, qara. Au yerda. Yaxshimsiz cho'ng ona. Parvardigorim sizni o'z punayni saqlasin. Menga aytib bersangiz, o'dak boquvchi ayolni nada deb qilib bo'ladi? Menga aytib beralamsiz cho'ng ona? Men albatta beraman yosh yigit. Lekin siz mendek bir qerining ishiga yordamlashib bera olamsiz. Bu narsalarni men zodila ko'taramadim. Qandoq? Bu yordam qilolmasangiz, amsi bo'pti. Biroq men bir odam qandoqmi uni uyga olib ketarman. Bek ko'p bo'lib ketibdi. Yo'q, chatoq yo'q. Albatta yordam berishni xohlayman cho'ng ona. Keling. Mayli. Doktor, o cho'ng'animiz intayin tunish chiroydagi ko'rinadi-ku. Men unda his qilmadim-ku. Uning ovozi, yo'l menish qiyofati, hali qal'adagi bo'lmayga bakla o'xshaydi ekan. Azraqmi o'xshamaydi. Qalid ish. Bu sivat nimish ko'tirgan sir yig'ilishib ketdi-qanda. Biz yana qochdik maqimiz cho'ng ona. Ba'zilar noyati yiroq his qiladi ekan, biroq ba'zilar u yana bak yaqin deyishadi. Men mayli qoldim. Ko'ngil yigit, meni ko'tarib olamsiz. Bu bo'ladi. Qani, men seni boqay cho'ng ona. Keling. Rahmat. Aramila olayli. Men saqlamaganmidim. Men mamagamedim. Agar biz ezib qolsak, uning oyoq iziq asosan uning yetishib olsak bo'ladi. Qarag'ana, bu cho'qim bir sehr. Hozir faqat birla amal bor. Biz uchibla uni topa olaymiz. Uchib? Sening boshqa amaling bormi? Biz cho'qim shahzodani tepishimiz kerak. Balam, biz keldik. Oxiri yetib keldik. Kelinglar olmoqlarim. Qaranglar, men sizlarga qandoq yaxshi narsa olib keldim-ken. Qani qaranglar. O'dak boquvchi ayol orasil mushatgan, bek yaxshi bo'ldi. Men sizga aytgan, men uning bu yerda ekanligini bildim. Men hali quduq beshida uchratgan qizni izlamoqchi edim. Men cho'qim uni tepishim kerak. Yetib keldik. Mana dal o'sha. Yetib keldik, qara. Mana o'sha shu. Rahmat. Qandoq? Sen o o'dak boquvchi ayoldan so'radingmi? Albatta, biz Hilal u yerda ko'rishdik. U yerda. Ne ketgandi? O mo'maymi ko'rinmaydi-ku. Balki ular yog'och uyning orqasidir-ku. Bu yer haqiqatan g'alati ekan. Qara yo, nima degan to'lg'an ayb bu, ha? Bu qizni tunji qatam uchratgan vaqt aytilgan kecha emasmidi? Shundoq, to'g'ri aytdim. Bu azroq munosabatlik taqiladi. Balkim bugun kecha u yana shu yerda paydo bo'lishi mumkin. Undaqda tez berib uni izlaylik.
Şuncha izdapmi, uning soyasini ko'ramidik. Ha, bunga amal yo'q. Taqdan tushish oson, taqqa chiqish qiyinmi? Albatta. Siz oxiri keldingiz. Shundoq, men faqat mushu vaqtda o'zimning haqiqiy aslimga qayta olayman. Mana bu haqiqiyman. Men endi sizni hargiz yenimni ketkizmayman. Biroq aytılgandan boshqa vaqtda men faqat sat, ko'rimsiz o'dak boquvchi ayolga aylanib qolaman. Keling, mayli. Siz uning bilan japadimi, halovatdimi birga bo'lib, tang yashab, tang qerishni xohlamsiz? Xohlayman. Balkim men bir kuni u uchilgan afsunni buzib o'tishim mumkin. Yosh yigit, u kun balkim sizlar o'ylagandan-mı baldirroq kelishi mumkin. Bu nima deganingiz? Siz allburun isbotlab bo'ldingiz, yosh yigit. Siz uch xil go'zal axloqqa ega ekansiz. O'zingizga nisbatan intayin sodiq, cho'nglarga nisbatan oq ko'ngil. Garchi siz bir shahzoda bo'lsangiz-mu, biroq siz yanala oddiy bir yog'och uyda turadigan bo'ldingiz. Bu sizning kamtarligingizni ko'rsatadi. Hozir afsun yeshiladi. Bu yog'och uy sizning bo'ldi. Sizga tava, ham sizning chiroyli rafiqangizga tava. Sizning go'zal qiyofatingiz qayta ko'rindi, qadrligim. Sizning tirishchanligingiz. Yo'q, bu muhabbatning kuchi. Ha, o'ylamabdiman. Bu qitimq ayol perxon yaxshi ekan emasmi? Elinna u haqiqiy malika. Men ilgari uning ayol chaqiri edim. Ko'rdingmi? Men degan hiliqi momay uning chaqiri ekan. Elinnaning o'gay opisi bir razil xonis bo'lib, o'zining qizini malik qilmoqchi bo'lgan. Shuning bilan u Elinnani bu o'rmonlikqa qo'g'layotgan, ham boshqalarni uni o'ldirishga buyurgan. Baxtga yarasha men uni bu yerga yetib keldim. Uning bexatarligi uchun men Elinnani sat ko'rimsiz o'rdak boquvchi ayolga o'zgartib qo'ygan. Men sizga amra bo'lib qaytay. Sizga tava bo'lgan narsani qaytarib olayman. Ha, menimcha keyingi ishlarni ular o'zi hal qilib oladi, shundaqmi? Meningcha bu shundoq. Xayr xo'sh, Malika. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat sizlarga, qadrli do'stlarim. Buni elinglar, sizlar xotir olib qolsin. Xayr xo'sh. Bo'ladi. Men ularni menga esimda saqlayman. Shundoq yo'q. Simsila! Simsila! Yergirim ballar chesiga! Şahzade bilen Melike'nin muhabbet sergüzeştileri rivayet bulup tarqılıb. Şunundan itibaren ular naiti bəxtlik ve hoşal qoran ötüb.